Tasavvur qiling. Sizning qolingizda ikki yo'l bor. Birinchisida siz jang qilasiz, oxirigacha kurashasiz, lekin hammasi sizga qarshi. Ikkinchisida esa siz kutasiz, reja tuzasiz va butun dunyoni o'zgartirasiz. Savol shunday: qaysi yo'l tarixda qoladi? Yana ham qiziqrog'i, nega ba'zi insonlar qahramon bo'lib qoladi, boshqalari esa butun boshli imperiya quradi? Bugun siz bilib olasiz. Jasorat yetarlimi yoki strategiya muhimmi? Bir savol o'ylab ko'ring. Nega bir xil yurtda tugilgan, bir xil jasoratga ega bo'lgan ikki sarkardadan biri tarixda ulkan imperiya quruvchi sifatida qoldi, ikkinchisi esa faqat qahramon sifatida eslanadi? Yoki boshqacha aytsam, agar Jaloliddin Manguberdi biroz boshqacha qarorlar qabul qilganida, u ham Amir Temur kabi imperiya tuza olarmidi? Va yana bir muhim savol: agar Amir Temur shunchalik buyuk imperiya qurgan bo'lsa, nega uning ogillari bu davlatni saqlab qola olmadi? Bugun aynan shu savollarga javob beramiz. Assalomu alaykum. Avvalo Jaloliddin Manguberdi haqida gaplashamiz. U 1199-yilda tugilgan va 1219-1231-yillar oralig'ida yashagan eng og'ir davrda kurash olib borgan. Bu paytda Chingizxon boshchiligidagi Mogullar butun hududni vayron qilayotgan edi. Bu oddiy urush emas edi. Bu butun davlatlarni yer bilan yakson qilayotgan istilo edi. Shu yerda muhim savol tugiladi: Jaloliddinda imkoniyat bormidi? Ha, u jasur edi. U yengilmas ruhga ega edi. U hatto Mogullarga qarshi g'alabalar ham qozongan. Lekin uning qo'lida mustahkam davlat yo'q edi. Ichki xiyonatlar bor edi. U vayron bo'layotgan tizimni meros qilib oldi. U imperiya qurishga emas, omon qolishga majbur edi. Endi Amir Temurga o'tamiz. Amir Temur 1336-yilda tugilgan va 1370-yildan boshlab hokimiyatni qo'lga olgan. Bu vaqtga kelib Mo'g'ullar imperiyasining parchalanishi allaqachon yuz bergan edi. Hududlarda bo'linish, zaiflik va hokimiyat uchun kurash bor edi. Va bu imkoniyat edi. Temur aynan shu imkoniyatni ko'ra oldi. U nafaqat jang qildi. U reja tuzdi. U ittifoqlar yaratdi. U tizim qurdi. Mana shu joyda asosiy farq paydo bo'ladi. Jaloliddin vayron bo'layotgan dunyoda kurashdi. Temur bo'sh qolgan dunyoni egalladi. Endi yana bir savol. Jaloliddin boshqacha yo'l tutsa, hammasi o'zgararmidi? Ehtimol ayrim janglar natijasi o'zgarar edi. Lekin tarixiy sharoit o'zgarmas edi. Uning qarshisida Chingizxon kabi kuch bor edi. Bu esa imperiya qurish emas, omon qolish masalasiga aylangan edi. Endi Temurdan keyingi davrga qaraymiz. 1405-yilda u vafot etgach, uning imperiyasi asta-sekin parchalanishni boshladi. Nega? Chunki kuchli tizim emas, kuchli shaxs markaz bo'lgan edi. Vorislik aniq belgilanmagan edi. Ogillari va nabiralari o'zaro kurash boshladi. Masalan, Shohrux Mirzo va Mirzo Ulug'bek davrida davlat saqlanib turdi, lekin ichki nizolar davom etdi. Demak, yana bir haqiqat. Imperiyani qurish qiyin. Uni saqlab qolish esa undan ham qiyin. Xulosa qilib aytganda, Jaloliddin Manguberdi qarshilik va jasorat timsoli. Amir Temur strategiya va davlat qurish timsoli. Tarix ularni solishtirmaydi. Tarix ularni tushunadi. Endi esa eng muhim qismga keldik. Bu tarixiy savoldan biz nima o'rganamiz? Nega Amir Temur muvaffaqiyat qozondi, Jaloliddin Manguberdi esa yo'q? Javob oddiy emas. Lekin aniq. Bu faqat kuch yoki jasorat masalasi emas. Bu vaqtni tushunish, sharoitni to'g'ri baholash va strategiya masalasi. Jaloliddin bizga shuni o'rgatadi. Ba'zan hayot sizni qurishga emas, chidashga va qarshilik ko'rsatishga majbur qiladi. Amir Temur esa boshqa haqiqatni ko'rsatadi. To'g'ri paytda to'g'ri qaror qabul qilgan inson butun tarixni o'zgartira oladi.
Lekin bu yerda yana chuqurroq haqiqat bor. Amir Temur imperiya qura oldi. Lekin uni abadiy saqlab qola olmadi. Demak, asosiy savol endi boshqacha yangraydi. Imperiya qurish muhimmi yoki uni saqlab qolishmi? Tarix bizga javob beradi. Saqlab qolish undan ham murakkab. Shu o'rinda bir fikrni eslab qoling. Kuch bilan egallangan narsa faqat aql va tizim bilan saqlanadi. Va yana bir muhim xulosa. Qahramonlar tarix yaratadi, lekin tizimlar tarixni davom ettiradi. Endi esa siz uchun eng muhim savol. Bugungi hayotingizda siz qaysi bosqichdasiz? Siz hozir Jaloliddin kabi kurashyapsizmi? Yoki Amir Temur kabi kurashyapsizmi? Agar kurash bosqichida bo'lsangiz, sabr qiling, bu ham o'tadi. Agar qurish bosqichida bo'lsangiz, tizim yarating, aks holda hammasi siz bilan tugaydi. Mana shu bizning asosiy yechimimiz. Har bir davrning o'z strategiyasi bor. Yutish uchun esa faqat kuch emas, to'g'ri vaqt va to'g'ri yo'l kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.